Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Videoga mana shu uyimizda sig'yaptimi yo'qmi bilmayman, lekin bir quruvchi akamiz o'zi uchun addushi yashayman deb qurgan 4 ta qavatli, 10 ta xonali 4 sotuli hovli. Buni puliga hozirgi paytda nari borsa 2 sotuli 8 ta xonali kottej beryapti. O'shani puliga berib yuborishyapti. Kameralar 4 ta 5 talab, undan tashqari palon pulga mebel texnika qilib qo'ygan. Srochniga kelib naqd pulga bosaveradigan joy, yana naqdinglar bo'lsa, tepasida savdosi bor, akalar. Endi kelaveramiz. Biz hozir manzilni boshidan tushuntirib o'tay, aytgancha atroflarni. Endi ko'pchilik kottej olayotganda e'tibor beradi. Atroflari qanaqa, bir yaxshi joymi, yo'qmi? Agar kottej olaman deb, bir yaxshiroq variant chiqsa, bosaveraman deb yurgan tanishingiz yoki o'zingiz shunaqa odam bo'lsangiz, bitta kelib ko'ring. 100 talik zaklab tashlab ketmasangiz, Shohruh otimni boshqa qo'yaman, to'g'risi. Mahallamiz Sergeli, Qo'yliq Massiv 5, orientir. O'sha Massiv 5 arkasi yo'l 100 metroga ham yaqin. Endi bu yo'g'an odam mashinasi bo'lmasa, endi bilmadim, metroda yursa endi ana pismay pulni bosadigan okalar bo'ladi-ku, ularni ham darajasidan balandroq darajali oka bo'ladi-da. To'g'risi-hamda. Hozir mana bu eshik qaranglar, bir 4 metr bo'lsa kerak, ha? 4 metr. Men o'zim 1.90 man. Почти manga keladi. Balkim 3 metrdir. Mana bo'rtirayotgandirman videoda. Xullas bu uyimizning hovlisi, bu yerga 10 ta mashina sig'adi. 10 ta. Tasavvur qilinglar. O naraqa bitta qo'ydingiz, 2 ta qo'ydingiz, 3 ta qo'ydingiz, 4 ta qo'ydingiz, 5 ta qo'ydingiz, 6 ta qo'ydingiz, 7 ta qo'ydingiz. Adashma-na. Adashma, uzr. Xullas hovlimizning zeleniy zonasi ham bor. Umumiy hovlimiz dokumentda 3 sotuv ko'rsatilgan, 1 sotuv zahmati bor. Xo'p, bu yoq tarafimizda mehmon kelsa yoki mana shunaqa katta uyni tozalash yaxshi oson emas. Shu sababdan ham balkim onalarimizga xizmatchi olib bersanglar, mana bu yoq tarafga chiroyligina hovli qilib qo'ygan ekan. Hovli debman, uzr, xona. Xona qilib qo'ygan ekan. Bu yoqda ham bitta xona qilib qo'ygan, sanuzellari ichida. Mana bu yoq taraf yuvinish xonasi, hojatxonasi tashqari tarafda. Xo'sh, endi videomiz uzunroq bo'ladi. Zerikib qolmasliginglar uchun yeyishga u bu narsa olinglar. Bu yoq tarafdan, endi bu yoq taraf sanuzel. Sanuzellarni ko'rsatmay turamiz. Bu yerdan podvalga primoy tushib ketadigan xona bor. Podval 2 ga bo'lingan, katta futbol o'ynaydigan joy. Katyolxona. Katyolxona ham naryoqga 7, 8, 10 metr, bu yoq tarafga 4, 5, 6 metr. Bu yoq tarafdan oling-da videoni. Yo, bu yoqqa o'ting, bu yoqqa o'ting mana. Shu yoq tarafga o'ting, mana. Ko'pchilik so'raydi. Uchastkalarning fasadlarini kattaligini qaranglar. Mana meniki tapchan qo'yish uchun joy qilishgan. O'zlari endi mana bu stollarni qo'yib qo'yishgan. Xohlasanglar sizlar bu stollarni olib borib, tapchan qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Onalarimiz o'zi kvartirada yashayotgan odamlar bo'lsa, qaniydi bitta hovlim bo'lsa, bir burchagiga tapchan qo'yib, yozda maza qilib dam olib o'tirsam deyshadi. Endi uyimizga kirib kelamiz. Uyimizga kirishdan oldin ostonada bir niyat qilib qo'yamiz. Xuddi shunaqa uylar eng kamida bizani kuzatib turgan obunachilarga, like bosayotgan obunachilarga, komment yozib, savol tashlayotgan obunachilarimizga shunaqa uylardan nasib qilsin akalar. Xudo xohlasa harakat qilib turinglar. Mendan uy olasizlar inshaalloh. Agar bizni kuzatuvchimiz bo'lsangiz, bizni obunachimiz bo'lsangiz. Amin, Allohu akbar. Xullas, uyimizga kirdik. Uyimizda naqd 7 ta sanuzel bor. Har bitta xonaning o'zining sanuzeli bor desak bo'ladi. Hol kirmagan, lekin kirganimizda mana shunaqa hol bor. Mana bunaqa televizorlarni ham qimmatidan kamida 10 million turadigan bo'lsa kerak menimcha. Har bitta xonada kameralar, domofonlar, elektronniy mana shunaqa sensorli qilib qo'yishgan va Wi-Fi ham bor. Lyustralarga e'tibor beringlar. Jinnisidan olib kelishgan. Haqiqatda quruvchi o'zi yashash uchun qurgan bu uyni, keyin plan o'zgarib qo'ygan, sotyapti. Shu sababdan ham narsalarni ham e'tibor beringlar. Mana sotishga qurmagandan lyustralar qo'yilmaydi, sotishga qurilgan hovli bo'lsa. Bu tarafdan mana buni Hoffman, gaz plitalar, mana bu kuxonning mebeli ham вообще jinnisidan, keyin oshxonadan tapchanga chiqadigan o'zini eshigi ham bor ekan. Bu birinchi etaj, hali tugamaydi. Keling, tezroq yuguramiz, ozgina mashq qilamiz. Bu yoq taraf bitta sanuzel umumiy. Xo'p, ketdik mana. Keling mana marhamat. Bu yoq tarafga pastga podvalga tushib ketish zinamiz. Hali tushmaymiz. Birinchi zalni ko'rsatib o'tib ketaman. Mana bu qandilning kattaligini qarang, okey. Kattaligini qarang. Agar mana shu qandilning kattaligini ko'rib bitta like bosib qo'ymasangiz, odam emas ekansiz deydi-ku, inomarka haydab, okey. Xuddi shunaqa. Keling, endi pastga tushaylik. Podvalga tushamiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, uy proyektlari bir qasrga o'xshab ketadi. Podval ham bir 4 metr yoki 3-8 metrlar atrofida. Mana bu podval bemalol o'sha erkaklar bilasizlar, yo'q, ya'ni tez joy qilib qo'yadigan ofisli takuy variant yoki kashf qilish uchun zal qilib qo'radi. Mana shu podvalga, bu yoq taraf katyolxona. Katyolxonaning sveti o'chib qolibdi endi.
keyinchalik ko'rsatamiz. Ketdik. Tepaga chiqamiz. Tezroq e'tibor bergan bo'lsanglar, mana har bitta etajda eshikni ochish uchun o'zini domofonlari bor. Bu minus bir. Endi ikkinchi etajimizga chiqamiz. Uyimiz umumiy 4 ta уровеньdan tashkil topgan. Aka, menni ham ko'rsatib qo'ymadingiz-da. Mayli chiqaylik tepaga. Zinalarni, perilalarga e'tibor beringlar. Qichqig'ini olib kelib qo'yishgan. Mana bu kattaliklarni qaranglar, chiqib tushishga umuman muammo yo'q. Xo'sh, ikkinchi etajga chiqdik. Lyustralar. E'tibor bergan bo'lsanglar, bitta-ikkita lyustra tashab ketilmagan. Har bitta xonada o'zining lyustrasi bor. Keling, marhamat. Xo'p, birinchisi bu uyimizning spalnisi. Kattaligini qarang. Bu yerda ham xuddi shunaqa televizorlar bor. Eng asosiysi bu родительский spalni o'zini mana bunaqa zo'r shkoflari. Men orzuyim to'g'risi mana shunaqa garderobim bo'lishi. Bu tarafda esa uyimizning tako'lyoqki kichkinagina bir kvartirani xonasidek, детский spalnisidek kattalikdagi sanuzelimiz. Shundan keyin ham bir hatto niyat qildingizmi? Yuragingiz jiz etdimi mana shu kottejga, mana shu hovlimizga like bosing. Kanalimizga obuna bo'ling. Telegram kanalimizda bor, yangi hovlilar degan. Shunaqa kottejlardan bir kunda bir ikkita zo'r variantlarni zo'r narxlarda chiqaramiz. Obuna bo'lib qo'ysangiz, kottej olaman deb pulni ko'tarib, siqilib, izlab yurmaysiz. Bu taraf bir детский xonamiz. Детский xonamiz kamida zaldek gap. Buni narxini eshitib, balkim tirikchilik ham o'rsalari mumkin. Bu taraf детский spalnimizni yuvinish xonasi. Videoga olayotgan okaman qiynalib ketdi to'g'risi. Bu общий sanuzel. Ko'rasizlarmi? Kattaligini bardakka e'tibor bermanglar. Bu kottejni ham nima qilib qo'yishgan? Tozalashgan, boshqa qilishgan, o'rga qilishgan. Konditsionerlar juda ham ko'p xonalarda mavjud. Lyustralar, patolog bitta ko'rsatib qo'yman, alohida dizaynlarni. Bu tarafda yana bitta zal qolib ketibdi. Yana bitta zalimiz mana. Atrofida yashil, deyarli hamma joy daraxtzor, xavfsiz hudud, maktab, bog'cha. Aytgancha, uyimizning yonginasida masjid bor akalar. Azon ovozi shunday eshitilib turadi. Ana, endi 3-etajga chiqamiz. 3-etajimiz ham bir nima desam bo'ladi? 3-etajimiz lekin patologini balandligi 4 metr, bilasizlarmi? Qaranglar. Bu yerda bitta lyustra bor. Ko'rsing? Mana. Bu yerda umumiy lyustra bor. Endi tepaga qarang. Bu yerda ham bitta lyustra bor. Ikkita, bitta joyda. Palon pulni olib kelgan endi egasi. Endi bu yoq taraf yana bitta xonamiz. Bu yerda ham lyustra bor. Xonani men bitta kasoir ochganini ko'rib, noto'g'ri tushunmang mana. Bemalol boshim tegmayapti. Meni bo'yim 1.90 dan sal oshadi. Endi o'zingiz uchun bilavering. Xonaning kengligi qanaqaligini. Bu tarafga o'tdik. Bu tarafda bitta katta xonamiz. Naryoqlarni ham ko'rsatib qo'ying. Oho, kattaligini. Endi mana bunaqa narsalar bu xonada o'yinchoq bo'lib turibdi. Bularni faqatgina tozalashga ishlatishgan. Remontga emas, tepada lyustralarni tozalashga, yo'q-yo'qga ishlatishgan. Xo'p, yana bitta xonamiz bu tarafda. Детский xona bilmadim endi. Детский xona nechichi детский xona bu? Xo'p. 3-qavat umumiy sanuzelimiz haqiqatda bitta kvartirani почти родительский spalnisidagi gap. Xo'p, men ham turib olaman. Keling, men ham turib oling. Xullas akalar, like bosgansiz bilaman, komment yozgansiz, podpiska bosgansiz. Bizlarning mana shu yangi hovlilar Telegram kanalimizga obuna bo'lgansiz. Agar sizga yaxshi narxlarda, chiroyli, arzonroq narxlarda shunaqa chiroyli kottejlar kerak bo'lsa, albatta yangi hovlilar Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Agar sizga kvartiralar arzonroq narxlarda, chiroyliroq narxlarda olmoqchi bo'lsanglar, o'sha Cheap Houses 1 Telegram kanalimizda bor, o'shanga obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Endi Instagramda ham kanallarimiz bor. Xullas, gapni ko'paytirmang. Yoqdimi sizlarga? Konkretniy kommentariyada yozib qoldirib ketinglar. Hovlimizni 410 ta xona, yana qo'shimcha xonalari bor. Podvallarni inobatga olmaganda. Xullas, bu hovlimizning 1 kvadrat metrini $306 dan qilib beramiz. Umumiy 800 kvadratli hovli, xonalarimizning kvadrat metri umumiy hisobda shunda $245,000 bo'ladi. Naqd pulga kelib turib, konkretniy zaklad bilan bir 10,000 pochka bilan ko'tarib kelsanglar, dokumentlar hamma narsasi joyida. Ikkita qurgan quruvchi, bittasi davno sotilib ketgan. Buni faqatgina birinchi bo'lib biz sotuvga chiqaryapmiz. Narximiz $245,000 kelsanglar, naqd pulga tepasida konkretniy savdosi bor. Zaklad bilan kelsanglar, gaplashib, kelishtirib beraveramiz inshaalloh. Pastda raqamlar bor. Telefon qilaverasizlar, xudo xohlasa. Har doimgidek niyat qilishda davom eting.